Assalamu alaykum. Qarindoshlar, mush pedishin to'g'risida texi gap tugamabdi. G'animo yaxshi fikrlarni o'tirib qo'yibdi. Men fikr qilsam nurg'un kishilarning ideyasidan o'tmadi. Bu mushu qilmoqchi bo'lgan so'zlarimmi balkim o'tmasligi mumkin edi yeringlardan. Shunda bo'lsa-mu mushuni bir o'ylab beqishinglarni tavsiya qilaman. Demakchi bo'lganim, peydishinni kimning chiqarishi, uningda mustaqillik deyishi yana birisi emas. Peydishin bilan hech qanday bir ishning hal bo'lmaydiganligini biz his qilmayotimiz. Buni bilsakmi, biz o'zimiz aldashni, mushning bilan bir usulligimizni his tuyg'u bilan qondirgandek yurishni yaxshi ko'ramdik, bilmadim. Lekin mushunda ishlarni qilishga yaxshi ko'rdik ekanmiz. Mustaqillik degan bundaq bir qo'lga keladigan bir narsa emas ekanligini hammamiz yaxshi bilamiz. Bir, ikkinchisi Amerika Uyg'urlarni 2017dan keyin bo'libmi shu Xitoy virusidan keyin rasmiy qo'llash tarafiga o'tyapti. Burun Uyg'urlarning dardi ahvolini bilmaydimi g'arb davlatlari? Biladiganligini mushu 400 necha batlik Xitoyning maxfiy Uyg'urlarni yo'qotish to'g'risidagi qarorlarini Amerika pash qildi. Demek biz bilmeydiğen neslerini, o karar kılıngan neslerini bilgidek derecede bileleydi, bilişini halısa deyen gep. Biz tehi Uygur'unu anlatış derecesinde. Menimki asaslık deydiğinin bu peydişini hazır aşı çıkırıptı. Meyli ablacan çıkarsın, kim çıkarsın. Bu bir ulanın kıldığına iş yok. Tapanmayvatqandek bir narsa. Bunun bilan bir narsa hal olmaydi. Bizga Amerika ishinish uchun nurg'un jarayon, nurg'un ish kerakdek turdi hozir. Biz eng ko'rinarli fidokorona bir harakatlarni qila olsak ishinidi. Amerika hozir qonun ashlarni belgilagan bo'lsa, o qonun ashlarning hammasi Uyg'urdan ko'ra Amerikaga eng foydali. Her qanda bir devlet bulsun, mayli bir şirket, ticari şirketler bulsun, en burun özünün menfaatini oylaydı. Öz alıdığın menfaatini oylap munchilik bana payda keladigan degenden keyin onu dasmay silib ish qiladi. Onundan burun ish qilmaydi. Dunyoda nurg'un millatlar yo'qolib ketgan. Bizning yo'qolib ketishimiz hech kimning umrida deyil deb qo'ydik Türkler. Bizning yo'qolib ketishimiz hech kimning xiyoliga kirib chiqmaydigan bir ishlar. Chunki bizda Uyg'ur yo'qolib ketsa, uning o'rniga yana boshqa bir Uyg'urlar yoki boshqa bir qavmlar kelaverdi. Alloh taolo Qur'oni Karimda deganga o'xshash. Bu hech narsa emas. Bu yerdagi masala bularning eng cho'ng hukmronlik manfaatiga to'qinish kelayotgan. Xitoy o'zining kimligini oshkorlash bu masala. Shuning uchun biz bu yerda chiqyapmiz va bizni ochiqishga majbur. Bu bizga mustaqillikni akib bermaydi, bizga bir fursat sunyapti, bir fursat. Bir sharoitlarni keltiryapti. Foydalanish bizning ishimiz. Buningdan unumli foydalana olsak, biz bu ishni qila olamiz. Agar bo'lmasa bu bir quruq gap. Muşunda bir şaraitdə bunun da Abdülhamitdek, Munirkamdek aşında tecrübelik, uzun yıl Sovet İttifaqının qol astıda tuğan, işyada okuğan, muşunda bir dövlətçilikni, bir kichkine intizamını düşengen adamlar, muş peydişin dep muşunun isilvağını men hayran bununla. Əfsoslını men, muşunda quruq nəslərə. Ular başqa yol yo'q ularga, başqa bir harakat qilishga jur'at qilolmaydi. Boshqa narsa qilishga jur'at qilolmaydigan odamlar.
O partiyani mu haqiqiy biz deyotgandek bir fidokorlar gruppasidan tashkil topgan bir rahbarlik apparatiga aylandira oldimi, aylandira olmadi. Hech qanday bir narsa yo'q. Buning ichida biladiganlar bor. Aş partiyaning a'zolarimi bor buning ichida. Ko'rib turibdi. Qanchalik bir rahbarlik apparatiga ega o partiya. Bir hukumatda necha xil bo'limlar bor, necha xil mutaxassislar bor, strategiyachilar bor, nurg'un odamlarning kalla qo'shishi bilan bir ishlarni qiladi, bir qarorlarni oladi, bir plan loyihalarni belgilab shu bo'yicha ish qiladi. Bir yolg'iz odamning qo'lidan nima ish keladi? Agar kasb men qilatdim, kelgan bo'lsa men qavalatdim shu ishni. Balki menga mı aşmay, meningdan burunqilar dadamlar bor, uningdan burunqilar allaqachon qilib bo'lgan bo'ladi. Bizde mana mushta ayrımchilik var. Biz hech qachon bir-birimizning gapini anglaydigan, maslahat bilan ish qiladigan bir millat emas. Emaskenmiz desem bo'ladi. Hammamiz o'zimizning fikri o'zimizga to'g'ri. Bir reallik, haqiqat nimani bizga tushuntiryapti. Devletlerin menfaati nima? Biz onundan çıkıdığan bizning menfaatimiz nima? Biz şu menfaatini öylüş için nima qilamiz deydigan narsa o'ylashmadik. O'ylashib bir fikir qilsak, derhallam yaman ko'rdikka, yak olmasa o'ziga tehdit ko'rdikka mushta narsa. Aşında olsuma biz o opqala, bu opqala deb özümüz aldab, şu yolg'on narsaning keyinde ergishib yurishni yaxshi ko'rdikanmiz. Men bilimlik, men bir narsani tushunman deyotgan odamlarni shunda o'xshashga. To'g'ri fikir, haqiqat, bedel to'lashga, nurg'un narsalardan voz kechishga undaydi va shu orqali bu mustaqillik qo'lga keladi. Mayli qanday qiyin sharoitda bo'lsin. Ya bu yo'lda o'lib tugaymiz, ya mustaqillikni olamiz. Boshqa yo'l yo'q bizga. Bizni Amerika mustaqil qilib qo'ymaydi. Bizning mustaqilligimiz Amerikaning xiyoliga kirib chiqmaydi. O Xitoyni qanchalik jazolayman desa, o'zining foydasi uchun qiladi. G'arb dunyosi shu. Hozir nimishki Yevropa ittifoqi, Yevropa arsaldichilikda turadi. Ya u yoqqa, ya bu yoqni qo'llab ketmaydi. Birdan undaq, birdan bunda turyotidi. Tangpungliqni sinayotidi. Kim ustida deyotidi. Biz hozir mana bu quruq narsalarning ichida yuribamiz. Pedishin deganni ishtmushkimiz yig'idigan Onunla qo'g'daydigan, qo'g'dan chiqib tegishib bo'lgan hayvonlar ustidimiz yig'digan nasken tabiatga mi pedishin yig'ib avataverdi. O bir millatning bizning pedishinni yig'ib, uninga avatib qo'yishimizda uni tasdiqlab, uni ko'rib, voy ma Uyg'ur xalqi mustaqillikni xohlaydi-ki deb mundaq bir qaror oladigan, bunda bir davlat yo'q. Bunda ishni qilmaydi, biz buni tushunmayotimiz, qarindoshlar. Tushunishimiz mumkin, tushunsakmi, boyqa degandek o'zimizni bu quruq narsalar bilan aldashni yaxshi ko'radigan bir millat. Şunu bayqı sözümün oxirisini desem, şununla o'xshash bir tashkil, mustahkam bir tashkili apparatda, uning ichida ne jangovar odamlar, bilimliklar va shunga o'xshagandek yaxshi peshqadam maslahatchilar ve can qon beraleydiganlar maşında bo'ladi. Buningdan tarkib topgan bir mushqa aylangan vaqtida u ish qila oladi. Chala bulu bir narsani qilib, uni buni e'lon qilib, o'zini ash gapni so'zlab ko'chiga chiqib bilish bizning ishimiz bo'lib qoldi. Bu o'zini reklama qilishdan boshqa narsa emas. Bu maydonga chiqib o'zini bir qitim ma ishni qilib o'tibdi deydigan narsani ko'rsatadiganlar jiqgan. Hozir buni deb qoqshab ketdik. Biz bundaq shuhratga muhtoj emas. Biz vatanimizning mustaqillik ishiga muhtoj edik. Biz mushunda sistemalashgan bir rahbarlik apparatiga, mushunda bir guruhiga muhtoj edik. Buning uchun tirishdik. Buning uchun harakat qildik. Hali ham harakat qilyapmiz. Lekin mushuninga yetolmayotimiz, bizni yetkazmayotdi. Men oldin so'zimda dedim. Hozir biz quruq pedishinni meshet talashyapmiz. Hech qanday ahamiyat yo'q pedishin deganninki. Hech qanday bir narsa hal bo'lmaydi pedishin bilan. Quruq bir narsa hal bo'lgan bo'lsa,
Palestinning ishlari million pedishini yig'ayotgan hal olgan bo'ladi. Qarab beqinglar, Palestinlarga qancha millionlik pedishlarni yig'di. Salihning yig'gan pedishiniga kim javob berdi? Turkiston, Sharq Turkiston deganligi uchun javob bermadi. Palani oldu, pistan oldu emas. Unda emas qarindoshlar, unda bir narsa yo'q. Onun kim bo'lishi ularni qiziqtirib ketmaydi. O davlat manfaatiga bog'liq. Şuna onu hareketlendiradigan ve bizga ishondirib, mushlar dasmiy salsam, mushlardan munchalik foyda ola olayman deydigan bir ishonchini ularga berishimiz kerak. Mushuningga akilish uchun kurash qila olsak, bizning bu mustaqilligimiz amalga oshadi. Bo'lmasa bu ish amalga oshmaydi. Bay Munir'din kamlarning gapini qildim. Şu an men qo'yma, sen qo'ymasan qo'yma, bu mustaqillik debdi. Mustaqillikni o'z qilaveramiz. Bizni burun iymonimiz, e'tiqodimiz bilan oldigan bo'lsa, hozir mana mushundaq mustaqillikdan iborat bizning g'oya maqsad tuzib aqidalarimiz bilan oldaatidi. O'zini reklama qilish uchun qo'llanyotidi. Mushuningdan boshqa narsa yo'q bu yerda. Muşunungdan başqa narsa var deb baqsa, muşunun a'zolari deb baqsin ana.